Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz 27-dekabr Qoraqamish qush bozoriga shanba kuni kelganmiz. Hafta kuniga shanba. Mana qo'rasuvlarni narxini olib ketamiz, xudo xolisa inshaalloh. Nech puldan osmani? 300 ming so'm so'rashmoqdan ekan. Bellari ham ancha uzun ekan. Toshlari ham uzunmi? Toshlari ham uzunmi deyman? Ha, bo'ldi. Mana bozoringiz bersin. Assalomu alaykum, sizdan aka bu? Nech puldan so'rasiz bilan? 2 million. 2 million, 1 million ekan. 1 million so'mdan so'rashayotgan ekan ularni. Bularni nech puldan so'rasiz aka? Qaysilar? Bularni mana bu yerda. Qo'vlari 300 ming, qorozlari 400 ming, ma'lumot boshqasi 700 ming. Ha, bo'ldi. Bellari ham yaxshi ekan. Ancha katta ekan. Mana to'li ham zo'r ekan, bellari ham zo'r ekan. Ko'rinishidan ham zo'rda o'zi. Tushlari ham lo'tki bo'ladi, xudo xolisa. Inshaalloh men belli ham yaxshi ekan. To'g'lan ish pul qilishyapti aka, hashak tojlar. Hashak tojlar. Ha. Ular 500 ming. Mana 500 ming. Bozor ish pul qotdi o'z. 500 ming naqldi. Ha, men narxini aytasiz o'yladim. 1 milliondan dedimi? Ha, bir xilla tushmayapti deb o'ylaydi-da, ishoningizlar. 500 ming so'mdan qilishyapti. Lekin xo'rozni ish pul qilishyapti aka. Xo'rozni ish pul qilishyapti. 250 ming so'm qilishyapti. Mana toshlari ham o'tgan aka? Turli. Ha, yo'q, toshlari uzunmi demoqchiman-da. Bellari yaxshi ekan-da, katta ekan. Shuni so'rayapman. Bo'ldi. Telefon nomeri aytasizmi aka? 99lik 558 28 bo'ldi. Bemalol qo'rasizlar, ko'rasizlar. Shep deb o'ylamadim, bu xotinimizga. Hammasi yaxshi ekan. Assalomu alaykum, sizdanmi aka bular? Sizdan bular? Ha, bozorda bersin. Bular kimdan ekan? Bular ham sizdanmi? Assalomu alaykum. Nech puldan aka bilan? Xo'rozlar 1 milliondan, to'g'ri 8 ming. Xo'rozlar 1 million so'mdan ekan, men xo'roz. Bular 8 ming so'mdan so'rashayotgan ekan. Zoti nima aka bularni? Janoy. Ha, Janoy ekan. Anuni olib qo'ymadingmi anuni nariga? Tullab chiqqanmi aka bu? Yo'q, jo'ja hali. Ha. Aprelda jo'jasi. Aprelda jo'jasi ekan. Bellari yaxshi ekan. Toshlari ham uzunmi aka? To'g'ri ham aprelda chiqqanmi? To'g'ri 9 oylik bo'ldi. Ha, to'g'ri 9 oylik bo'libdi. Bozorni ish pul qilishyapti aka xo'rozi? Endi keldi. Ha, bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Assalomu alaykum. Nech pulda aka? Assalomu alaykum. Nech pulda osmi? Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Nech pulda aka buni? Bunimi? Ha, 1 million. buni 1 million so'm so'rashayotgan ekan. Zoti nima aka? Buni zotini tarix ko'p ekan, zotini. Aytavering. Zoti ketdimi? Qachon chiqqan aka? 9 oylik bo'ldi endi. Ha, 9 oylik. Nech pul qilishyapti aka? 1 million. Nech pul qilishyapti bozor? Bozor hali narxlandi. Ha, bo'ldi. 1 million dolma qachon? Yo boshi chiqib turadi. Berib yuboring. Mana boqadigan odamga berib yuboring. Boqadigan chiqdi beraman, kelishdi. Men ham 1 million olgan o'rozimni 200-300 ming sotib yubordim. Boqadigan odamga ham. Assalomu alaykum. Nech pul aka mana? 1 million. 1 million so'm so'rashayotgan ekan. Buni nech pul olsiz? Bu ham 1 million. Bu ham 1 million so'm ekan. Qachon chiqqan aka bular? Mayda chiqqan. Bu mayda chiqqan ekan. Bellari ham yaxshi ekan. Sal kichkinaroq bo'ladi.
Hali jo'ja bo'lsa kerak, to'lab chiqqan. 8 oy o'tdi. Ha, hali 8 oy. Qanchaga shu? Butunlab chiqqan bo'lsa kerak. Bu qachon chiqqan aka? Bu martda chiqqan. Vaqtiga to'ldi. Ha. 5 kilo. Bellari yaxshi ekan ancha. Bu urushib yutib, tushib hozir qoldiraymi o'zi o'tib. Qoldirgandan o'xshab. Ana 6 oyligidan beri urushgan yetaman. Bittasi ketdimi? Mana bu yerdagilar sizdanmi aka? Bularni nech puldan olsam to'g'ri? 500 ming, 1 million. To'g'rini 500 ming so'm, qo'rg'izda 1 million so'm so'rashib kerak ekan. Sal Belisal kichkinaroq o'xshabdi deyman nazarimda. To'g'ri emas ekan. Bo'ladi. Bozor nech pul qoldi aka bularni? 500 ming, 300 ming. Bu 500 ming, 300 ming bu. 300 ming. Ha, 300 mingdan ketayotgan ekan, ne pashti? Bu 500 ming ekan. Biletdan bo'sh yo'qmi? Telefon nomeri aytasizmi aka? Mayli, bozoringizni bersin aka. O'rinlar yaxshi ekan. Voy voy. Bular kimdan ekan? Sizdanmi aka? Voy voy. To'g'lan nech puldan olsa aka? To'g'lan 300 ming so'mdan so'rashayotgan ekan. Tashqarisini undan ko'r. Xo'rozni nech pulda olsin? Kattasimi? Ha. 500 deyapman. Buni 500 ming so'm deyishayotgan ekan. Birinchi tullaymi aka? Ha, birinchi tullab chiqish ekan o'zi tullayapti hali. Bular jo'ja bo'lsa kerak hali aka. Ha, bo'ldi. Jo'janasini 5 pulga berasan. Bor kichkina. Buni Qachon chiqqan aka bular? bu farqi kichikroq. Ha? Karis. Bular karis ekan. Qora o'ylar bular. Mana bu turk bilan karis bilan. Turk bilan karis chachishgan ekan. Bu yapon ekan. Ha. Qachon chiqqan aka bular? Bular qachon chiqqan deyman? Iyulga ham chiqqani bor. Mayga chiqqani ham bor. Iyunda ham, iyulda ham chiqqani bor ekan bularning ichida. Kichkina chetti jo'jagina ichib bering. Ningami? Siz nech pullaysiz? Men to'g'ri dedim. Siz nech pullaysiz? Gaz qo'shdi. 150 jarima menga. Taranadagi o'rda qaytarish kerak bo'lgan, qaytarib. Bu unaqa 150 lik jo'ja emas. Ha endi Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nech pulda olsa aka to'g'rini? 500 ming. To'g'rini 500 ming so'mda olgan ekanlar. Ha? Mikrofon yo'q. Mingta odami bor ekan u. Bemalol reklama etsa bo'lar ekan bunga. Qachon chiqqan aka bu? U 1,5 ming. bunaqa narsalardan bor. Ha. Xo'rozdagi perchatka degan. Ha, mana. Qo'shi. Ha, nasl o'qganni ham tiqib qo'ysa, Trenirovkasiga, trenirovka. yo'q, mana nimada? Nech pul qilishadi aka buni o'zi? 250 qildi hozir. Ha, bellari ham yaxshi ekan-da. O'rtaroq olib chiqmasdilar-da, mana. Joyi yo'q. O'rtaroq ham. So'raganda turib, shay so'rab. Telefon nomeri aytasizmi aka endi? 50.
50lik 006 016 70 66. 70 66. Bo'ldi. Bemalol ko'rasizlar bunaqa tuvlar ham, tuxumlar ham, bunaqa Chetkalar. perchatkalar. Keyin narida o'tirgan ko'rasizlar. Mana. Shunaqalari ham bor ekan, xudo xohlasa inshaalloh. Bemalol ko'rasizlar.